xonali ikkinchi etajda joylashgan uyimizni obzorga kelganmiz. Uyimizni kirib kelish qismi mana shu yerdan boshlanadi. Kirib kelganimizda eshiklari yaxshi qo'yilgan ekan. Aboy qilingan ekan kirish joylari. Kirganda chap tomonda hojatxona va sanuzellari. Bu yoqda esa oshxonasi. Bitta kirmoshini qo'yish kerak ekan mana bu yerga. Qolgan hamma narsalar bor. Manzilni aytib o'taman. Manzil birda yo'li joylashgan mana bu yerda. Orqasida 100 metr kirib kelganingizda mana shu yerda joylashgan. Xo'p. Oshxonadan chiqqanimizda, kirganimizda to'g'rida birinchi xonamiz joylashgan. Remontlari o'rtacha holatda, aboylarni almashtirib tashlasanglar, juda ham chiroyli xona bo'ladi bu yo'q. Ozgina e'tibor qaratish kerak. Yonida balkoncha qismi bor. Balkoni ham kichkinaroq balkon ekan, lekin narsalarni qo'ysanglar bo'ladi. Kladovka sifatida foydalanib. Ko'pchilik mana shu joyini ochib ham yuborganlar bor. Ikkinchi xonamiz. Konditsionerlar o'rnatilgan, bu yoqda ham derazalari bor. Yonida novostroykadan qurilgan. Yo'llar asfalt bo'lgan. Hamma sharoitlar bor. Uyimizni narxini egasi 370 million deb turgan joyda obunachilarimiz uchun savdolashib 355 millionga tushirdik. Manzil birda yo'li yoshlik mehmonxonasi va shahar hokimiyatining o'rtasidan kirib kelinadi. 100 metr birda yo'liga juda ham yaxshi narxda kimda kim xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savdolashib kelsanglar bo'ladi.